O'zbek jang san'ati tarixi uzoq o'tmishga borib taqaladigan va bugungi kunda mamlakatimizda jadal sur'atlarda rivojlanib, kelajagimiz egalari bo'lgan yoshlarimiz qalbidan mustahkam o'rin olayotgan sport turi hisoblanadi. Albatta, milliy sport turimizning ommaviylik darajasining yuksalishi va mahoratli sportchilar safini kengayib borishida joylarda faoliyat olib borayotgan murabbiylarning xizmatlari katta. Keyingi yillarda O'zbek jang san'ati federatsiyasi rahbariyati murabbiylar va hakamlar mahoratini oshirish, ularning nazariy va amaliy bilimlarini yanada mustahkamlash maqsadida turli darajadagi seminarlarni tashkil etib kelmoqda. Mana shunday tadbirlarning navbatdagisi O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya va sport universitetiga qarashli zamonaviy manejda o'tkazildi. Unda mamlakatimizning turli hududlaridan kelgan 500 nafardan ziyod murabbiylar hamda qo'shni Qozog'istondan kelgan mutaxassislar o'z bilim va ko'nikmalarini yanada mustahkamlash bilan birga qoidalarga kiritilgan ayrim o'zgarishlar haqida ma'lumotga ega bo'lishdi. Aynan shu yerda murabbiylar o'zlariga kerakli bo'lgan bilim va ko'nikmalarni olishadi va o'z viloyatlarida yetishtirib kelayotgan shogirdlariga yangiliklarni baxsh etib, ularni unib o'sishida kerakli bilim va ko'nikmalarni berib o'tadi. Bu yerda ko'rib chiqiladiki, har bir murabbiyning individual ishi ko'rib chiqiladi. Qayerda xato kamchiliklar bo'lsa, jamoa bilan kelishgan holatda xato kamchiliklar bartaraf qilib, hakamlarga va murabbiylarga to'g'ri yo'nalish beriladi. Aynan shu yo'nalish bo'yicha ular o'z faoliyatlarini olib borishadi. Yana bir yangilik, endilikda O'zbek jang san'ati bo'yicha har bir musobaqa oldidan sportchi va hakamlar kabi murabbiylar ham qasamyod qabul qilishadi. Ushbu qasamyod murabbiylar uchun tashkil etilgan seminarda ilk bora omma e'tiboriga havola qilindi. Seminar yakunida barcha murabbiylarga O'zbek jang san'ati federatsiyasi rahbariyati tomonidan maxsus sertifikatlar topshirildi.